Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bizda yangilik avtomat preslarimiz keldi. Buni hozir sizlarga ishlatib ko'rsatib beraman. Narxini video oxirida aytib o'tib ketaman. Presimizni xususiyatlariga keladigan bo'lsak, razmeri 40-60, 226 ta ishlaydi hamda kompressor bilan birga. Keling, endi men sizga ko'rsatib beray. Bu temperaturani boshqaradi, birinchisi. Ikkinchisi vaqtni, ya'ni 1 sekunddan 60 sekundgacha, gradusi 30 gradusdan 300 gradusgacha. Bunisi ruchnoy holatga olib kelib qo'yish, bunisi avtomat holatga. Ya'ni qanday? Hozir buni video davomida ko'rsatib beraman. Mana hozir ishlash jarayonini ko'ramiz, toshimizni yopishtiramiz. Avto qanday ishlashini ko'ramiz. 10 sekundga qo'yganmiz biz. 160 gradusda turibdi. Bu bittasini bosib bo'lgandan keyin ketib ko'tarib, ikkinchisiga o'zi avtomatik boradi. Mana ko'rishlar mumkin. Avtomat holatini ko'rib chiqdik. Endi hozir sizlarga manual holati qanday ishlashini ko'rsataman. Mana manual holatga qo'ydik. Startni bosamiz. Manual holat mana bosib bo'lgandan keyin avtomat o'zi ko'taradi, lekin ikkinchisiga avtomatik o'tmaydi o'zi. Qachonki yana start knopkasini bossak, yurib turib keyin o'tadi. Sulchayni holat bo'ladigan bo'lsa, buni start holatimiz. Masalan, startni bosdik, hali qo'yishga ulgurmadingiz. Bossangiz shu joyda to'xtadi. Endi presimizni narxiga keladigan bo'lsak, 9.750.000 so'm qilib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, bizga obuna bo'lishni unutmang.